Hozirgi kunda yangi O'zbekistonni barpo etishga qaratilgan ezgu intilish va harakatlarimiz hal qiluvchi bosqichga ko'tarilmoqda. Bu yo'lda milliy o'zligimiz, g'urur iftixorimiz timsoli bo'lgan ona tilimiz hech shubhasiz beqiyos kuch, qudrat va ilhom manbai bo'lib xizmat qiladi. Bu fikrlar O'zbekiston Respublikasi Prezidentining O'zbek tili bayrami munosabati bilan mamlakatimiz xalqiga yo'llagan tabrikidan olindi. Davlat rahbari tomonidan 2019-yil 21-oktyabrda qabul qilingan o'zbek tilining davlat tili sifatidagi nufuzi va mavqeini tubdan oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoniga binoan ushbu tarixiy sana bayram kuni deb belgilangan. O'zbekistonning davlat tili to'g'risidagi qonun bundan 32 yil oldin 1989-yil 21-oktyabrda mustaqilligimiz e'lon qilinishidan taxminan 2 yil ilgari qabul qilingan. Yurtimizda mustabid tuzumi hali o'z hukmini o'tkazib turgan g'oyat og'ir sharoitda xalqimizning taqdiri va kelajagini hal qiladigan bu qonun qabul qilish oson kechmagan. Haqiqatdan ham o'sha davrda o'zbek tili davlat tili sifatida xalqimizni birlashtiradigan, jamiyatimizni ulug' maqsadlar sari safarbar etadigan qudratli kuch bo'lib maydonga chiqdi. Ayni vaqtda u O'zbekistonning davlat mustaqilligi sari qo'yilgan birinchi dadil qadam edi. O'zbek tili O'zbekiston Respublikasi aholisining mutlaq ko'pchiligi bo'lmish o'zbek xalqining ona tilidir. U O'zbekiston birligi va yaxlitligi, jamiyat jipsligining muhim omili ham hisoblanadi. Bugungi kunda mamlakatimizda 150 ta milliy madaniy markaziy ish yuritayotgani, o'zbek tili bilan birga qoraqalpoq, rus, qozoq, qirg'iz, tojik, turkman tillarida ommaviy axborot vositalari faoliyat ko'rsatayotgani, maktablarimizda ta'lim-tarbiya jarayoni 7 ta tilni olib borayotganini dunyo amaliyotidagi noyob tajriba ekanini ta'kidlash o'rinlidir. O'tgan qisqa davrda o'zbek tilini chuqur o'rganish va o'rgatishga xizmat qiladigan 16 ta kitob, jumladan 9 ta lug'at nashr qilingan. Shuningdek, chet el fuqarolari va yurtdoshlarimizga o'zbek tilini o'rgatadigan onlayn platforma, o'zbek tili izohli lug'atining mobil ilovasi, xorijdagi vatandoshlarimiz uchun maxsus veb-sayt yaratilgan. O'zbekistonning turkiy tilining davlatlar hamkorligi kengashiga a'zo bo'lgan tashkilot doirasida iqtisodiyot aloqalarini kuchaytirish bilan birga turkiy tillar, xususan o'zbek tilining xalqaro nufuzini oshirishga xizmat qilmoqda. Mamlakatimiz tashabbusi bilan mazkur tashkilotning Alisher Navoiy nomidagi xalqaro mukofoti ta'sis etildi. Xulosa qilib aytganda, ona tili millatning ruhi, borligimiz va birligimiz, davlat timsoli ekanini e'tiborga olgan holda uni asrash va rivojlantirish har bir fuqaroning insoniy burchi hisoblanadi. O'zbek tilini yanada rivojlantirish, uning davlat tili sifatida o'rni va nufuzini yanada mustahkamlash borasida oldimizda katta va mas'uliyat vazifalar turibdi. Yangi O'zbekistonda o'zbek tilining xalqimiz ijtimoiy hayotida va xalqaro miqyosidagi obro'-e'tiborini tubdan oshirish, unib o'sib kelayotgan yoshlarimizni vatanparvarlik va milliy an'ana va qadriyatlarga sadoqat, ulug' ajdodlarimizning boy merosiga vorislik ruhida tarbiyalash, mamlakatimizda davlat tilini to'laqonli joriy etishni ta'minlashga qaratilgan yangidan-yangi tashabbuslar ilgari surilayotgani juda muhim. Yanada muhimi, bu boradagi sa'y-harakatlar bir tomondan ushbu sohada to'planib qolgan muammo hamda kamchiliklarni bartaraf etishga xizmat qilmoqda. Ikkinchi tomondan yangicha tashabbuslar mamlakatimiz o'zbek tilini zamon talablari asosida rivojlantirish, uning davlat tili sifatidagi o'rni va nufuzini yanada mustahkamlash borasidagi mas'uliyatli vazifalarni samarali ijrosi uchun nihoyatda zarur. 21-oktyabr o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilgan kun. Davlat tili istiqlol ramzi. Qadring baland bo'lsin, ey ona tilim. Barchangizni bayramingiz bilan tabriklaymiz.